Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Siz uyingizda barqaror elektr energiyasi bo'lishini xohlaysiz va elektr uzilishlaridan charchagan bo'lsangiz, ushbu videomiz siz uchundir. Bugun 20-oktyabr 2025-yil biz Samarqand viloyati Narpay tumani Narpay mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi Razzoq Azim aka xonadonidamiz. Xonadonga 5 kilovatt quvvatdagi gibrid elektr stansiya to'liq ishga tushirildi va o'rnatildi. Bu yerga 9 ta 550 wattlik ikki tomonlama N-type trumpeta panellarimiz o'rnatildi va bitta jelizofosfat litium akkumulyator va bitta 602 kilovatli gibridni invertorimiz o'rnatildi. Sizlarga hozir to'liq ishlash jarayonlarini ko'rsatib o'taman, obzor qilib o'taman. Azizlar, mana tizimimizning ko'rinish holati. Bu yerda gibridni invertor 602 kilovatli ishlayapti hozir. Akkumulyatorimiz jelizofosfat litium akkumulyator 8000 siklgacha garantiya beradi, ya'ni bu degani 10 yil ziyodroq sizga ishlab beradi. Va DS himoya tizimi to'liq standartga muvofiq qilindi va AIS himoya tizimi va zazilmeniya kontur tizimlari hammasi to'liq qilindi. Agarda siz elektr uzilishlaridan charchagan bo'lsangiz, uyingizda doimiy barqaror elektr energiyasi bo'lishini xohlasangiz, haqiqiy gibridni stansiya qildiring. Bu haqiqiy jelizofosfat litium akkumulyator va invertor va quyosh panellari. Bizni kuzatib borishda davom eting. E'tiborlaringiz uchun rahmat.